Hammaga assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan Obzor Gaming kanali. Bugungi videoroligimizda M24 da PUBG o'ynaymiz. Agarda video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachilar, e'tibor berganingizga men o'zimni YouTube kanalim bloklandi, ya'ni yangisini ochdim. Endi sizlarga vlogda yoki bu narsalarda taktikalar o'rgataman. Birinchi bo'lib sopernikka aldamoqchi edim, o'xshamay qoldi. Bu mayli, bu endi chiqamiz. Chiqib turib men yo'lda o'tmoqchi bo'laman. O'zim atak emini motorda shunaqa bo'ladi. Lekin bu menda ekran zapis qotgan paytimda qotib qolgan. Shuning uchun o'ylamadim. U hozir ochiq harakat qilib bez pritsel otmoqchi, lekin pritsel bilan qo'yib qo'ydim. Nimayamdirdim, uni joni kam. Endi sopernikka dona o'qan bitmoqtadi, lekin u hozirlarni o'ldirishga harakat qilmoqchi. Lekin shu paytda men kimni ko'rsam bo'lardi, lekin bu urushga harakat qilmadi. Lekin urdi. Endi men buni qaytarishim kerak. Chunki birinchi o'yinda ham kulak urib xo'rlagan edim. Bu hozir menga ikkinchi marta vizit tashladi. Endi bo'lmasa hozir ko'ramiz. Men undan chiqib berib otmoqchi bo'lganimda u soобщение kelib qoldi. Soобщение kelganda mendan foydalanib otib o'ldirdi. Xo'p, endi qasosi uchini ko'rsatamiz. Mana nishon qo'yib turib, kallasini ochib o'raman. Endi bo'lmasa, umuman katapultadan sakramanglar iloji boricha, chunki katapulta eng sizlarni chalg'itib qo'yadigan narsa. Menga chiqib kelib sakrayapti. Mana keyin hozir o'zi arjanov otib ketishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Sizlar ham ayrimlari bor, shunaqa otib qo'yishi mumkin. Men lekin boya kulak qaytaraman deb hazillashib to'g'ri yursam, rostdan tegib qoldi. Lekin bu endi arjani oladi, nima qiladi? Meni otmoqchi bo'ladi. To'chni endi men ham M24 olib otaman. Asosan men M24 chiqmasman. Shuni bilib qo'yinglar, lekin M24 ga yaxshi o'ynayman. Atak. Endi yana kallasini ochib o'rdim. Rasmanasiga endi bo'lmasam mana otishga tayyorlanamiz. Bu prosta tak poylab turadi, keyin otadiganlardan-da numayli babi xo'rlaymiz. Ko'rasizlar, xo'rlash nechga deb bo'ladi, nechga deb yozamiz. Hozir o'zida kommentariyaga yozib qo'yinglar. O'shanda to'g'ri topdinglarmi yo'qmi topib olamiz. Ketdi. Xo'p, ikkinchi arujani ham iloji boricha o'qini ko'proq qo'yishimiz kerak. Nimaga desanglar, birinchisiga qolib ikkinchisini otishinglar mumkin. Vovda ikkita aruj bo'ladi, bittasida pritseli boshqacha, ikkinchisi вообще boshqacha bo'ladi. Shuning uchun nimaga bunaqa bo'lib ketadi. Xo'p, xullas. Tak, hozir shot 12-12. Hozir sopernikka yon beramizda. Bu ham chiqaman deydi. Yo, nima qilyapti bu? Bu qotib qoldi. Undan foydalanib men kallasini yana ochib o'rdim. Kaskim вообще minus bo'lib ketdi. Endi bo'lmasam sekin sopernikka chapdan chiqib beramizda. Iloji boricha rash qilmaslik kerak. U rash qiladi. Biz turishimiz kerak. Shuning uchun iloji boricha rash qilmasligimiz kerak. Atakman chalg'itdim va sopernikka yondan chiqib berib o'ldirdim va bu o'yinda g'alaba qozondim. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'ling va like bosish esdan chiqmasin. Xayr.